Damazimiz bor, chinga sekret emas. Motor joy qo'yib ketibmanmi deyman-da. Damini qo'yib ketish. Endi ana shu velosipedning nasosi bilan dam urib, chiroyli qilib qo'yamiz inshaalloh. Mayli, yaxshilikka. Dam urib oldik. Sal yerdan ko'tarildi. Endi vulkanjatga borib dabit qilamiz. Ana shu nasosda urdim. Buni oyog'i nimasi yo'q ekanda, por yo'q ekan oyog'ida. Necha yil oldin paytlar guli Volgalar sotardim. O'sha Volga moshinani ertalab tursak agar sovuqda bozor olib chiqardik. Ertalab bo'lardi bozor, saharda Buxoro bozoriga olib chiqardik moshina. Chiqsak agar damni qo'yib bergan. Ana shunaqa nasosda bu Jamshid aka degan bir akam borlar. O'sha kishilar ikkalamiz ertalab saharda Volgani damlab cho'tki qilib bozorga olib chiqamiz. Bu Damas nima bu mana? Ko'rdim, chiroyli qilib qo'ydim. Baribir godi свои берут. Ham charchatdi. Charchagandan charchamadim, bir bilintirdi-da. Lekin amalladim, o'zi endi borib vulkanjatga chiroyli qilib hammasini nomini qilib qo'yaman. Kim qilgan bo'lsa, bilib qilganmi, bilmay qilganmi qilib bo'ldi endi. Mayli, yaxshilikka inshaalloh qo'limiz bir aylandi. Vulkanjatga kelib dam uramiz. Atak normal urib qo'ymayman mana, nasosni. Farqi yo'q.